Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. UEFA Chempionlar Ligasining umumiy guruh bosqichi 7-turi doirasida Manchester City safarda Boddi Glimtga 1-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Manchester City mag'lub bo'lgan o'yinda Abduqodir Husanovning harakatlariga necha balga baholandi. Ushbu uchrashuvda asosiy tarkibda maydonga tushgan Abduqodir Husanov to'liq 90 daqiqa harakat qildi. O'zbekistonlik himoyachining Norvegiya klubiga qarshi harakatlari bir necha statistik nashrlar tomonidan quyidagicha baholandi. SofaScore nashri 6.3 ball, Flashscore nashri 6.6 ball, Fotmob nashri 6.5 ball, WhoScored nashri esa 6.6 ball qo'ygan. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, shaharliklar navbatdagi o'yinini Angliya Premyer Ligasi doirasida Wolverhamptonga qarshi o'tkazadi. Bellashuv 24-yanvar kuni bo'lib o'tadi. Bu paytda bo'lsa Erling Haaland ingliz tilini o'rgandi. U kelajakda bizga juda kerakli bo'ladi. Saytimiz jurnalisti Abdulvosit Bektemirov Boddi Glimt Manchester Cityga qarshi uchrashuvidan so'ng mehmonlar hujumchisi Erling Haaland bilan eksklyuziv flash intervyu uyushtirdi. Bugungi uchrashuvning birinchi ro'y bergan voqealiklarni tushuntirib bera olasizmi? Jamoa 2 daqiqa 2 gol o'tkazib yubordi. To'g'risini aytsam, buning sababini tushuntirib bera olmayman. Menimcha biz juda yaxshi boshladik. O'yinni yaxshi nazorat qildik. To'p ko'p vaqt bizning nazoratimiz ostida edi. Shunday bo'lsa-da raqib yo'q joydan gol urib ketdi. Keyin yana bir bor xuddi shunday gol urishdi. Shuning uchun hech qanday izohim yo'q. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qildik, lekin bu yetarli bo'lmadi. Endi faqat uzr so'rashimiz kerak xolos. Bugungi uchrashuv siz uchun alohida ahamiyatga ega edimi? O'z vataningizda o'ynadingiz, balki yaqinlaringiz yoki oila a'zolaringiz bugungi uchrashuvni stadiondan kuzatishgandir. Albatta Norvegiyaga qaytish va Chempionlar Ligasida ilk marotaba ishtirok etayotgan Boddiga qarshi maydonga tushish men uchun ko'p narsani anglatadi. Shubhasiz bu o'ziga xos tuyg'ular. Uchrashuvda va men bugungi o'yin natijasi yaxshiroq bo'lishini istadim, ammo afsuski unday bo'lmadi. Abduqodir Husanov va Habib Nurmagomedov qatnashgan o'sha video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Siz Husanov bilan qanday muloqot qilasiz? U hozir ingliz tilida gaplasha oladimi? Ha, u ingliz tilini o'rgandi. Biz birgalikda ingliz tilida gaplashamiz. Husa juda yaxshi yigit va u o'sishda davom etishi kerak. Qanday o'yinchi ekanligini isbotlashi lozim. Chunki u kelajakda bizga juda kerakli bo'ladi. Shuning uchun u diqqatni bir joyga jamlashi va mehnat qilishda davom etishi kerak deb fikr bildirgan Manchester City hujumchisi Erling Haaland. Bundan tashqari saytimiz jurnalisti Abdulvosit Bektemirov aynan mana shunday eksklyuziv intervyuni Gvardiola bilan ham uyushtirdi. Birinchi bo'limda nimalar sodir bo'lganini tushuntirib bera olasizmi? Jamoa 2 daqiqa ichida 2 gol o'tkazib yuborishi sababi nimada? Ha, gol o'tkazdik. Umuman olganda yaxshi o'yin bo'ldi, lekin raqiblar juda yaxshi himoyalandi. Ularning tez hujumga o'tishlari va uzun to'plar bilan o'ynashlari, ayniqsa yarim maydonlaridagi harakatlari bizga qiyinchilik tug'dirdi. Bugun Abduqodir Husanov Manchester City futbolchisi sifatida e'lon qilinganiga ham va jamoaga qo'shilganiga ham 1 yil bo'libdi. O'sha vaqtda Husanov ingliz tilini umuman bilmas edi. Hozir u jamoa bilan qanday muloqot qilmoqda? Ushbu vaqt mobaynida Husanov ingliz tilini o'rgandimi? U asta-sekin va qadamma-qadam tilni yaxshiroq o'zlashtiryapti. Bu haqiqat. Manchester City himoya chizig'i va shaxsan Abduqodir Husanovning bugungi o'yindagi harakatlariga qanday baho berasiz? Xo'sh, bilasizki, ular yangi o'yinchilar. Shuningdek, ushbu pozitsiyalarda ko'p yo'qotishlarimiz bor. Bilasiz, himoya chizig'ida ko'p muammolarimiz bor. O'tgan mavsumda ham shunday bo'lgan edi. Shu sababli oxirgi o'yinlarda barqaror natija ko'rsatishda qiyinchiliklarga duch kelyapmiz deb fikr bildirgan shaharliklar bosh murabbiyi Josep Gvardiola. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Albatta mehnatimiz uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.